Diqqat! O'zbek xalqi ogoh bo'ling. Ertaga O'zbekiston bo'ylab qaysi viloyatlarda yomg'ir yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 13 dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida kechga tomon yomg'ir yog'adi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-7 daraja iliq, kunduzi 9-11 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Tuman tushishi mumkin. Namangan, Toshkent viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi, deyiladi prognozlarda.